Bugungi o'rganadigan grammatikamiz ulkoyeyo grammatikamiz. Demak, bu grammatikamiz kelajak zamoniga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni fe'l va sifatlarga qo'shilib, kelasi zamon grammatikasi hisoblaniladi. Va undosh bilan tugasa, demak undosh bilan tugab patchimi bo'ladigan bo'lsa, ulkoyeyo. Agarda patchim yo'q bo'lsa, demak unli bilan tugasa, l-koyeyo bo'ladi. L harfimiz, demak patchimga yoziladi. Patchimga yozib, koyeyo grammatikamizni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, kelasi zamon grammatikamiz ko'rib chiqamiz. Demak, o'zbek tiliga qilaman, ya'ni kelajakka nisbatan bo'lganligi uchun birinchi shaxsda bo'lsa, qilaman, qiladi, qilasan degan ma'nolarda yoki bo'ladi, ya'ni shunday bo'ladi. Sifatlar bilan keladigan bo'lsa, soviydi, isiydi, isib ketadi degan ma'nolarda. Niyatdaman, ya'ni shunday qilish niyatidaman. Kelajakka nisbatan, demak, sifat va fe'llarga nisbatan, birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxslarga nisbatan bu grammatikamizni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Fe'l sifatlarga bir xilda ishlatilinadi. Ya'ni o'zgarmaydi, qoidasi o'zgarmaydi. Shu qoida bo'yicha ishlatilinadi. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Neil chinguri mannar koyeyo. Ertaga do'stimni uchrataman yoki do'stim bilan ko'rishaman. Mannada uchratmoq so'zimiz ta qo'shimchasini olib tashladik. Mannada so'zimizda demak a bilan tugaganligi uchun real harfimiz patchimga yozilyapti. Shuning uchun ham mannar koyeyo. Neil chinguri mannar koyeyo. Ertaga do'stim bilan ko'rishaman, uchrashaman degan ma'noda ishlatilyapti. Yo'lshi chal koyeyo. Demak, soat 10 da uxlayman. Chada so'zimizdan ta'ni olib tashladik. A bilan tugaganligi uchun, unli bilan tugaganligi uchun real patchimga yozilyapti. Demak, yo'lshi chal koyeyo, soat 10 da uxlayman. Kelajakka nisbatan ishlatilyapti. Demak, unli bilan tugasa, real patchimga yoziladi. Undosh bilan tugasa, ul koyeyo grammatikasini ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, kumbu hal koyeyo. Kumbu hal koyeyoda patchim yo'q. Shuning uchun ham demak hada so'zimizdan ta'ni olib tashladik, real qo'yilyapti patchimga. Shuning uchun ham kumbu hal koyeyo holati kelib chiqyapti. Mogul koyeyo, yeyman. Demak, kelajakka nisbatan moqta so'zimizdan ta'ni olib tashladik. Patchim bor, k harfimiz patchimda turibdi. Shuning uchun ham ul koyeyo grammatikasi ishlatilyapti. Demak, patchim bo'lsa, ul koyeyo grammatikasini ishlatamiz. Keyingi holatimiz iral koyeyo. Irada so'zimiz ishlamoq. Hada ta'ni olib tashlayapmiz. Unli bilan tugayapti. Unli bilan tugaganligi uchun, ya'ni patchim yo'q bo'lganligi uchun real patchimga tushyapti. Iral koyeyo, ishlayman kelajakka nisbatan. Ilgil koyeyo, o'qiyman, ya'ni kitob, gazetalarga nisbatan o'qimoq ikkita so'z ishlatilinadi. Ilgil koyeyo, ta'ni olib tashladik. Demak, ta'ni olib tashladik. Patchim bizda bor, undosh bilan tugayapti va il koyeyoni qo'shyapmiz. Ya'ni undosh bilan tugasa il koyeyo, ya'ni patchim bor bo'lsa il koyeyo ishlatilyapti. Unli bilan tugasa real, ya'ni l harfimiz patchimga tushyapti. Demak, patchim yo'q bo'lsa l koyeyo grammatikalarimizni qo'llashimiz mumkin bo'ladi.